Mana shu chizig'i yomon-da, yaxshi emas bu chiziq. Bu rivojlangan deb to'xtab qolganmi? Qimirlamayapti. Yoki qimirlayaptimi? Mana bu ham qon qotib qolganda shunaqa kalsiy bo'ldi. Ichida rivojlanmay o'lgan. Tushunmadim nima sabab. Xullas yo kam urug'langanmi? Mana boshqasi yana bitta. Mana tochka bo'lib turibdi. Shu tochka rivojlanaman degan. Bunda ham chiziq qon tomir kalsiy bo'lib qolgan. Bu ham trim. Buni ham qo'yib qo'yaman inkubatorga. Yo peshana xudo xolisa rivojlanib ketsa, ochilsa yaxshi bo'lardi. Yoqmay turibdi. Mana nima ahvol bu? Kravinoy kalsiy. Qolgani yaratilyapti mana. 9-kuniga shu ahvol. 9-kunni o'tar kechasi bo'lmaydi bu. Bunisini qarang, vobshe urug'lanmagan. Umuman urug'lanmagan. Ana ro'yatda ham yorug'layapti. Bo'lmaydi bu. Bunisi ham mana o'xshamagan tuxum. 8 kunda bu tuxum qanaqa holda bo'lishini hozir ko'rsataman. Ko'rsam hayot yo'q. Hayot yo'q. Atrofi mana qon qotib kalsiy qo'ygan. To'lib ketarmidi? Bilmadim. Qimirlamayapti, bu qimirlamayapti. Bunisi-chi. Mana ujus. Bu ham bo'lmaydigan. Olib tashlaymiz. Bu ham bo'lmaydigan. Bu ham bo'lmaydigan. Oldin ko'rib oldim-da, o'shancha podrad chiqaryaptim ha. Bu ham ichida nima ahvol bo'lgan bilmayman, tuxum o'zi xafa. Bittasi dars ketgani bor ekanda, o'shanga o'xshamagan. Bu tuxum rivojlanish bor. Ko'ryaptimi yo'qmi hozir?
yaqinlashtiramiz. Bunda mana g'imirlab yuribdi. Ko'ryapsizmi? Hayot bor. Keyingisi mana bunda ham hayot bor. Mana ko'ryapsizmi? Mashalloh. Yashasin. Keyingisini ham qo'ydi. Xudo xohlasa bu ham yaxshi. Alhamdulillah. Hayot bor. O'ynayapti ichida. Keyingisi bunda ham hayot bor. 9-ga o'tar kechasi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi tuxum. Bunda ham hayot bor. Mana bunda ham bor hayot. Mana tuxum. İşte oynayapti. Ko'z tegmasin. Eson-omon qutulib olsin. Keyingisi mana bu tuxumni qaranglar. Oq dog'lari bor. Ko'rinishidan triga o'xshaydi. Tri. Xudoga shukr, o'ynayapti. Keyingisi bunda ham hayot bor. Tri. Mana keyingisi bunda ham mana o'ynab yuribdi. Hayot bor. 9-kunga o'tar kechasi mana. Tri. Bunda ham o'ynab yuribdi. Tri. Ko'z tegmasin. Eson-omon qutulib olsin. O'qayluy. Mana bunimiz Lakadenze tuxumi mana o'ynayapti. Ko'ryapmiz. Eson-omon qutulib olsin. Lakadenze. Bunimiz quyosh bo'yapti, hamma yog'i yartilab. Bu bo'lmaydi, olib qo'yamiz. Keyingisi ham hayot. Mana yuribdi mana. Ko'ryapti. Alhamdulillah. Keyingi tuxum mana bu ham Lakadenze. Bu ham tri mana. O'ynayapti. Ko'z tegmasin. Keyingi tuxum. Xudo xohlasa uyaltirmaydi mana. İşte o'ynayapti. Ko'z tegmasin. Mana. Bo'ldi, inkubatorga joylashasan endi. Mana keyingisi. Bu ham Xudo xohlasa mana likillayapti. Hayot bor. Bunisi
Hani oynayotdim men. Hayot bor. Yaxshi ko'z tegmasin. Bunisicha uyaltirma endi, qani. Tri. Hayot bor. Rivojlansin. Salomat bo'lsin. Keyingisi hani nima bo'lyapti uning ichida? Bayram yo'qmi qani? Bayram ekan bunda ham. Diskotekada ekan mana o'ynayapti. Ko'z tegmasin. Hayot bor. Keyingisi boshqacha-yu. Qop-qora bo'lib turibdi. Lekin hayot bor. Qop-qora bo'lib turibdi deyman, chunki bu qora-da. Tuxum ko'k. Birinchi marta inkubatorga ko'k tuxum qo'yishim. Mana ichida hayot bor. Tak, mana yutuq 50 ta tuxumdan 4 ta 8 ta. 4 5 6 7 8 ta 8 ta tuxum ochmaydigan. Keyin mana qolgani. Qolgani 42 ta tuxum o'tdi. 42 ta tuxumdan shu yerda baribir 2 ta 3 tasi bor. Menga yoqmayotgani. Xudo xolisa eson-omon qutib olishsin. Mashlar xohlasa ochib chiqsa, uxaylu lakadenza, oq uxaylu, qora uxaylu, lakadenza. Assalomu alaykum.